Vısal izlep sefer kıldım. Peygamber rehberimdir. Ulu Kur'an kündüz kuyaşım, keçeler kökte ayımdır. Allah yiganıdır şeksiz, Muhammed elçisi berhak digen bu güzel sözler benim âli şuarımdır. Anar danısı, nur şolası, dadısının birla balısı. Hem çoğun, hem tatlıq, yezimizдің badam jorası. Badamdın mehrim ketmez, yey desem çişim ötmez, badam pişip bolğuca, yeyli kuymaq qatlımı bəs. Çıxdım badam şaxığa, şaxlar sangılap turar. Nurgun çöçek eytiptoq, kimmi esidi tutar. Şundaqdımı, qulaq siling, momimizning çöçegiga başlaymiz. Unutup qanmang, tugaganda sizga savol tashlaymiz. Çöçegimiz çöçek boptu, bütün dunyoga mashhur boptu. Çoğun kichik anglab ko'rib, nasihat optu. Tushungan tushunibdi, tushunmagan hayron qoptu. Hayron qolganlar hayron qilaversin, tushunganlar manfaat elaversin. Bir mamlakatning bir podshosi bor ekan. Hamma nimasi talihkanu, farzandi yo'q ekan. Yo'q yerdan putaq chiqarmang, cho'chak degan shundoq bo'ladi ekan. Padişahning bu ahvolini biladigan mamlakatning biri yashangan oqko'ngil donishmani o'zining ko'rgan sirliq tushini aytib berish uchun navrisini padişahga avatibdi. Mana shundoq olayları buvamning tushida bir Xizr sifat kishi sulton bir badam daraxiga chiqsin, daraxtdan bir tal badam olsin, uning bilan birga yetib birga qopsin. Eğer şundak kılalasa belki bir oğul farzandlik bo'lishi mumkin debdidak. Yana padişahın badamni herkes qo'ldan tushirmasin. Şundak kılalasa ömrü uzun bo'ladi deb alayda eskertibdidak. Badam bahane, ömrünü Allah özü beradi. Bu sebep bo'lib padişahning oppoq nurani yuzlik bir o'g'li dunyoga kelibdi. Padişah murodiga yetibdi. Kambag'al, yo'qsillarni to'yg'izib, Allohga ko'p shukr qilibdi. Vaqtning o'tishi bilan bola cho'ng bo'pti. Cho'ng bo'lgandimi, qaddi qomati kelishgan ravrus yigit bo'pti. Ko'zlari badomdek, qoshlari mastonadek, nomimi xalqi olam orasida Badam sulton deb tarilibdi. Dal podshoh bo'ladigan yishig'i kelganda, fitnaxo'rlar birlashib bir plan tuzibdi. Bir kuni bütün nafratlarini onunğa kömgen fitnaxo'r vazir Badam sultanning huzuriga kirib kelibdi. Ey Badam sultanım, sizga desem atanızning odamlari sizning jiningizni qashlavatidi. Otasining o'g'li podshoh bo'lib qolarmi deb sizga ko'p hasad qilishyapti. Ulardan ko'p o'shar bo'lg'aysiz. Undaq bo'lsa, men buni dadamga aytay. Bu ishga dadam nim deydi shuningga qarab bir ish qilamiz. Biz bir qancha qitim aytdik shahzodam, lekin podshoyimiz bizga ishonmay, aksicha yana o'z odamlarining ta'rifini qilyotdi. Agar biz yana shundoq deydigan bo'lsak, hammamizning kallasini yilotadiganday qiladi. Biz shuningdan qo'rqib sizning yiningizga alaydan kelgandik. Men bosh vazirning ba'zi qarashlaridan ajablanyapman. Balki bir kuni otamning o'rniga chiqib taxtda o'tirgandan keyin uni bosh vazirlikdan elib tashlashimdan ansiraydigandir. Şundaq şahzadəm, şundaq. O adınızın on qoludur. Onundan köp ehtiyat qılın. Yaxşı, sana köp rəhmət. Bu yaxşılığının mükafotini çoxum görəsən. Sana oltunlar hədiyyə qılıman. Rəhmət, rəhmət. Amma o çaqçı qolunuzda bir nərs qalsa andın. Bir nərs qalsa? Bu nimi gəpəmdi? Adam ölüb gəlsə həmmə nərsi mən qalıdığı. Amma şahzadəm, görməvatam siz. Adınız xəzinəni qandaq sərib qılıvatıdı. Her günü degidek pufur alağı yemeyli, kiyim keçek, pul taqtıvadıdı. Bunda taqat qılıp tursa, xazini qandaq toşaydı. Teğe, baş vəzirimi atınızға tüydürməsdən, dost yarəllərə altın kömüşlərini toşuvadıdı. Şundaq deyişki boludu ki, o atınız ölməsdən burun xazinin tügütürtüsün qəstəvadıdı. Doğru dedin. Bu, menimmi diqqətimni tatdı. Xazinini yalan toşlarga, ətrafıdaki lalmılağı taqti versə, qandaq boludu.
bizga piqsiqlik qilib ularga buzib chechyotadi. Men chiqimda xohlagancha pul xarjlamayman. Balki u kambag'al yo'qsul deyilganlarning meninkidan ko'proq pul bo'lishi mumkin. Ba, shahzodam, ba. Yana tek qarang, otingiz masjidlar, toliblar qolmay hammasiga yordam beryotadi. Ular nima deb o'zining ishini o'zi qilmaydi ekan. Biz avval o'zimizning g'amida bo'lishimiz lozim edi. Xalq degan azaldan yo'qsizlikqa ko'nik bo'ladi. Ularni yo'qsul deb o'laverib, biz kambag'al bo'lib qolsak qandoq bo'ladi? To'g'ri. Haqiqatan shundoq. Ammo biz nima qila olamiz? Qo'limizdan hech kelmaydi. Bu ishni biz do'stlar bilan maslahatlashib qo'ydik. Agar ma'qul desangiz, sizni otingizning o'rniga chiqara olamiz. Nima? Otamning o'rnigami? Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Dunyoda mumkin bo'lmaydigan hech ish yo'q shahzodam. Agar biz tezroq qo'l solmasak, otingizning odamlar bizdan burun qo'l silib, bizni ujuqtirib o'tadi. Anlashimcha ular bu ishda otingizni qoyil qilib bo'lib demish. Ular patchiqinda qo'l silishi mumkin. Undaq bo'lib qolsa, oy. Pitnixo'r vazir o'zining hamtavoq yoralari bilan birlashib, turlik yolg'on yovdoq tuhmatlarni to'qib chiqib, Bodam sultonni aldab, qaymoq turibdi. Oxiri Bodam sulton otasidan taxtni tortib olib, uni nazarband qilibdi. Uning qo'l ostidagi yaqin yo'riqlarini bosh vazir bilan qo'shib, mamlakatdan surgun qilib, haydab chiqaribdi. Shuning bilan hamma narsa Bodam sultonning odamlarining elkiga o'tibdi. Xalqqa qilinayotgan xayri ehsonlar to'xtatilib, turlik olvon yasoqlar paydo bo'ldi. Mamlakat vayronchilikda, xalq parishonlikda qoldi. Bir kuni Bodam sulton pufurachi yasanib, otga minib, o'zi yolg'iz saylik chiqibdi. Ko'nglida o'rdidagi zerikishlik muhitdan qutulib, birdan bo'lsimi erkin ozoda o'ynab kelishni o'ylab, aylanibdi. Rasa fuqadan chiqqandan keyin o'rdaga qaytmoqchi bo'lib kelayotganda, yiroq bir yerda qo'y beqayotgan bir podichini ko'rib qoldi. Qarasa, qo'ylar o'tlayotgandek. Podichi ularga zo'qlanib qarab turg'udek. Bodam sulton sal ussizlik his qilib, biroz sut ichkisi keldi-da, podichi tarafga ot choptiribdi. Assalomu alaykum ey podichi qarindishim. Ishlaring oson bo'lsin. Va alaykum assalom, marhaba, xush keldingiz. Maşallah, qo'ylaring ajab obdan semiribdi ha. Qo'zlaring shundoq o'moqkan. Bak yaxshi beqibsan-jimi? Maqtag'iningizga rahmat efendim. Har holda podichilik ustikansan-da. Albatta shundoq bo'ldi-da. Putum chiqqandan beri podichilik qilayotgan tursam. Yaxshi. Ondaqda qo'ylarning ustini saqalaydigansa? Albatta bilma. Odatda qo'ylarni dadam bilan ikkimiz saqamiz efendim. Emsi bana bir chin süt sig'ib bergin bo'lamdi. Sütmi? Shundoq, süt. Hayron qilyapsan? Lekin biz qo'ylarni faqat kechli sog'atdiq. Undaq bo'lsin ham bo'pti. Mening süt ichkim kelib qoldi. Ansirma. Uning haqqini berma. Qancha pul bo'lsa mayli. Ammo efendim, men dadamdan so'ramay bundaq qila olmayman. Agar sabr qilsangiz men berib dadamdan so'rab kelay. Bo'lamdi? Dadangdan? Nima deb uningdan so'raysa? Beriversang bo'ladi-ku. Bo'lmaydi efendim, bo'lmaydi. Dadamdan so'ramasam zada bo'lmaydi. Hey bola, sen taxi shu gapdimi? Bu qo'ylarni o'zing beqib turib, birarchini sutkim kuching yetmamda. Sening shunchilikmi haqqing yo'qmi? Mening nima haqqim bo'lsin efendim? Davlatda podshohning ruxsatsiz bir ish qilgani bo'lmagandek, bizning uydami dadamning ruxsatsiz hech ishni qila olmaymiz. O'g'o shundoq. Ammo dadang bir ishni to'g'ri qilmay xatolasichu. Dadam har qanday ishni qilsa bizga yaxshi bo'lsin deb qiladi. Yo'q, gapimni tushunmading. Agar to'g'ri qilmasa da'vataman. U chaqda sabr qilma. Agar yana to'g'ri qilmasa-chi, uning bilan chiroylicha so'zlashman efendim. Agar shu chaqda xatoligini yana davomlashtirsa-chi, u chaqda Allohga yolvuraman. Allohga? Agar yanili unimasa yoki o'ngshalmasa-chi, uningdan keyin uning hech ishi aralashmayman. Allohga havola qildimmi? Bo'ldi. Dadam xato ish qilsa-mi, itoat qilaveraman. Men xato deb qaragan ishni balkim dadamning to'g'ri bo'lib qilishi mumkin. Agar dadangning qilgan ishidan sang ziyon yetsa-chi, undaq bo'lmaydi. Hech bir dada o'z bolasiga ziyon solishni xohlamaydi. Uni hargiz o'tga ittirmaydi efendim. Undaqda bolalar, shundoq, bolalar otlarga qarshi isyon qilishi mumkin. Siz Bodam sultonning ishini bilmagan o'xshaysiz-a? Qarang, u pitnixo'rlarga aldinib o'z dadasini zindonga tashladi.
Bu gaplarni sana dadang deb berdimi? Yo'q, Hafiz mollam deb berdi. Hafiz molla dedingmi? Kim u? Yurtimizning o'limasi. Lekin u burunqi podshoh berayotgan yordamni Badam sulton to'xtatib qo'yg'achqa bu yezidan ketmoqchi bo'layotdi. Opla. Sen berib Hafiz mollaga degin. Hech yerga ketmay turib tursin. Nima? Ketmasinmi? Nimishqa? Shundoq. Sen shundoq desanglar bo'ladi. Men hozirli o'rniga berib Badam sulton bilan so'zlashiman. Ammo Badam sulton sizning gapingizni anglamaydi. Balkim sizni qattiq jazolaydi. Sen buningdan ansirab ketma. Faqat men degandekla qilsang bo'ldi. Uqdingmi? Badam sulton darhol aqli hushini tepibdi. Dadisiga qilgan nodonliqlarini eslab, qattiq hasratlanib, ko'z yish qipti. Shuning bilan o'rniga qaytgandan keyin o'zining sodiqlarini chaqirib, shu kecha hech kimga uqtirmay barliq fitnaxo'rlarni tutishga buyuribdi. Kecha o'rnidan nima ishlarning yuz berayotganligini hech kishi bilmabdi. Bu chaqda Badam sulton dadisining yeniga kirib, uning ahvolining og'irligini ko'rib, ko'p xursanddi. Dadisi onda sonda ko'zini ichib qo'yib, yana yumib olg'adek, yana ichib qo'yib, yana yumib olg'adek, nafsi qisilib, qiynalib, azoblanayotgandek. Badam sulton dadisining sarg'aygan yuziga qarab, qattiq ichinibdi. Ata, men keldim ata. Ko'zingizni iching. Ata, Badam sulton o'g'lingiz keldi ata. Ata. Mulozim, qani degina, otamga nima bo'ldi? U nima kasalkan? Necha kun bo'ldi shundoq yotqali. Hech kimga gapmi qilmadi. Nima bo'lganini uqmadik. Ammo shahzodam, u siz uchun to'xtamay ko'p duo qilyotdi. Nihoyatda ko'p duo qildi. Ah xudo, men nima degan dod? Ata, ko'zingizni iching ata. Men keldim. Meni kechiring ata. Meni kechiring. U sizni doim afo qilib turdi shahzodam. Dadam nimishqa bu qo'lni yumib olgandi? Biror narsadan bearam bo'layotgandigan deya. Bilmadim. Meningcha qo'lida bir narsa bada qildi. Ta hozirgacha ichib boqmadi. Ata, anglayapsiz ata. Qo'lingizni iching, ata. O'zingizni qiynamangchi, ata. Qo'lingizni qo'yib biring, ata. Qo'lingizni iching jinim ata. Ma'qul deb qo'lingizni assingizchi, ata. Podshoh ota o'g'lining so'zlarini anglabdi-da, uning to'g'ri yo'lga qaytganligidan ko'p xursand bo'lib, qo'lini ichib beribdi. Shahzoda qarasa, otasining olqinida rangi o'ngib ketgan bir tal badam turg'idek. Aslida u Badam sultonning umri uzun bo'lsin deb, uni qo'ldan tushirmay yuribdi-ekan. Bu cho'chak ota onasini ranjitganlarga nasihat bo'lsin. Ularning so'zlarini anglaganlar baxtli bo'lsin. Amin deganlarning joyi jannat bo'lsin. Amin.